Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika va ittifoqdoshlari Olimpikni diplomatik boyqut qilgan ahvolda Rossiya bilan Xitoy o'zaro yaqinligini ifodalamoqda. Fransiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qilgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Amerika parlamenti a'zolari Tesla shirkatining Sharq Turkistondagi tijoratini kengaytirishini nachar ulga dedi. Angliya parlamenti a'zolari hukumatni Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarta texmi ko'p harakat qo'llanishga chaqirdi. Xitoy Olimpik mazgilda g'arbdagi TikTokchilar orqali o'z obrazini pardozlashga urinmoqda. Tuvandagi dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Washington vaqt gazetasining 17 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Amerika, Avstraliya, Yaponiya va Angliya Beijing qishliq olimpiyaga diplomatik vakillar o'mik avatmaydiganligini bildirish orqali Xitoy hukumatining kishilik huquq tafsandichiligiga norozilik bildirgan ahvolda Rossiya prezidenti Putin mazkur olimpikning ochilish murosimiga qatnashish va Xitoy raisi Xi Jinping bilan rasmiy suhbat o'tkazishni planlagan. Rossiya diplomatiya ministri Lavrovning bildirishicha, Beijing qishliq olimpika boshlangan kuni, ya'ni 4-fevral Putin bilan Xi Jinping orasida rasmiy boshliqlar uchrashuvi o'tkazildi ekan va bu yig'in taklifini Xi Jinping o'tirib qo'ygan ekan. Tahlilchilar ko'ra Rossiyaning Mushoyning beshida Qozog'istonda yuz bergan namoyishlarni bostirish uchun Qozog'istonga askar kirgizganligi Rossiya bilan Xitoy orasidagi manfaat to'qinishini gavdalantirgan ahvolda Rossiya bilan Xitoy mushundaq bir uchrashuv orqali o'zlarining mavjud manfaat to'qinishlariga qaramasdan Amerika boshchiligidagi g'arbga qarta birliklar hosil qilganligini, yaqin kelgusida g'arbning umid qilganidek ta'tir qarish niyati yo'qligini bildirmoqchi bo'lgan. Frans 24 to'rning 20 yanvardagi xabariga ko'ra, shu kuni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish haqidagi qaror loyihasi Fransiya parlamentida ovoz qo'yilgan va 169 ovoz, ya'ni mutlaq ustunlik bilan ma'qullangan. Bu qaror loyihasi navbatdagi prezident Emmanuel Macronning partiyasi bo'lgan ilgirlayotgan Cumhuriyet partiyasining muqollishiga erishgan. Mazkur qaror loyihasini o'tirib qo'ygan parlament a'zosi, shundaqla Sotsialistlar partiyasining raisi Oliver Faure Frans 24 kanaliga Xitoy cho'ng davlat, biz Xitoy xalqini yaxshi ko'ramiz. Ammo biz bizning to'qi yurakligimiz va ochko'zligimizdan foydalanib, ochiq-oshkor holda irqiy qirg'inchilik sodir qilayotgan hokimiyatning tashviqotlariga tiz bukmaymiz degan. Qo'g'dug'uchi gazetasining 21 yanvardagi xabarda ko'rsatilishicha, Demokratlar partiyasining bo'lgan Avom palata a'zosi Bill Paskrel bilan Amerika Avom palatasi pul to'plash komitetining mas'uli Eril Tesla shirkatining bosh ijroiya amaldori Elon Musk yozgan birlashma xatida uning Sharq Turkistondagi xato kengaymichiligini boshqalarga xato o'rnak tiklab berdi va navbatdagidek tashvishli mazgilda Xitoyning xo'rikini o'stiribdi deb ayblagan. NTD to'rining 21 yanvardagi xabariga ko'ra, Uyg'ur sud kollegiyasi bulturning oxirida Sharq Turkistonda qiyin qistoq, insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligiga doir faktlarning mavjudligini muayyanlashtirgandan keyin bu xususda Angliya hukumatiga qartilgan harakatga o'tish chaqiriqlar kuchaymoqda. Angliya parlamenti a'zolari 20 yanvar maxsus munozara o'tkazib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiliklarini tugatish uchun qo'shimcha jazo, qora tizimlik va majburiy emgakka qarshi qonunlarni e'lon qilish degandek texnik qattiq talablarni o'tirib qo'ygan. Parlamentdagi munozara jarayonida parlament a'zosi Nusrat G'ani hukumatning bu masalaga inkos qaytarish jihatda qonuniy va axloq majburiyati bor degan. Qo'g'dug'uchi gazetasining 22 yanvardagi maqolasida ko'rsatilishicha, Beijingdagi qishliq olimpikga qarshi diplomatik boyqutlardan tashvishlangan Xitoy doiralari g'arbdagi ommaviy munosabat mutaxassislarini yollab, g'arb hukumatlarining ayblashlaridan farqli hikoyalarni bozorga selishga urinmoqda. Buning tipik o'rnaklaridan biri shuki, bultur 11-oyda, ya'ni Amerika prezidenti Jo Bayden Beijing olimpikini diplomatik boyqut qilishni o'ylashayotganda, Fox xabarlari va Newsweekning sobiq ijroiya amaldori maqolchisi Weben Jaswal Xitoyning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi bilan Beijing qishliq olimpika va Maypla olimpikini pardozlash uchun ta'sirdorlarni harakatga keltirish faoliyatini planlash va ijro qilish xususida $300,000 to'xtam imzolashgan. Amerika Adliya ministrligi tizimga oldirgan bu to'xtamda tafsiliy ommaviy munosabat strategiyasi o'tirib qo'yilgan bo'lib, kelishimga binoan 11-oyning 22-kunidan 3-oyning 13-kuni, ya'ni qishliq Maypla olimpika oxirlashganga qadar haq elish badaliga mazkur faoliyatga ishtirok qilgan har bir ta'sirdor shaxsning 3dan 5gacha mahsulot, ya'ni nishonlangan tomoshabinlarga mos kelgan mazmunlarni ishlab chiqarish talab qilingan. Jaswal sobiq olimpik tanarkachilardan tortib, korxonachilargacha bo'lgan 50 tak ta'sirdor shaxsning mazkur faoliyatga ishtirok qilish uchun o'ziga iltimos sunganligini aytgan. Buningga ko'ra har birining TikTok, Instagram qatorliq ijtimoiy taratqularda necha yuz minglab agashuvchisi bor bo'lgan
G'arbdagi turkum degan ta'sirdor shaxslar kelarki oydagi Beijing qishliq olimpika jarayonida Xitoyni kuylaydigan hikoyalarni yog'dirib o'tishi mumkin. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.